Buni hingdan qarang hingini. Ana onliz deb Nishonboy akani gaplarini qo'yishyapti. Men endi originalni o'zim gapirib qo'yaverdim. Qaranglar o'rtoqlar. Bitta tovuqni mana shu qaqaq deb yurgan tovuqni so'yib, shunday dimlab qo'ydik mana. Bugun tog'am bilan olib boqib keladigan ekan. Go'shtlari tagida mana shu tagida. Endi sizlarga endi olmay hozir bunday qilib olmay qo'yaveray mana. Ko'rdinglar. Uni ustiga mana tovuqni dadam tovuqni dumbasidan men o'zim kotlet tayyorlab mana. Uni hindini qarang degizdirib qo'ydim-da mana. Mana. Bay kelaverasizlar. Ulgib qolganlar. Yo istoriya qilib qo'yaman. Alohida kotlet uchun mana qilib kelganman mana. Mana qilib kelganman alohida. Xullas. Bunaqalar ham bor mana.